Biz bugun Alisher Navoiy nomidagi istirohat bog'i bo'ylab insonlar bilan so'rovnoma o'tkazamiz. Xo'sh, ular Qo'g'irchoq teatri va uning faoliyati haqida ma'lumotga egami? Qo'g'irchoq teatri haqida bilasizmi? Mana yonimda, uyimning yonida. Yonida, xo'p. Bizda har hafta yakshanba kunlari bolalar uchun ruscha va o'zbekcha seanslarda spektakllar namoyish etiladi. Qo'g'irchoq teatri haqida bilasizlarmi? Qo'g'irchoq teatri qayerda? Bilmaysizmi, sizchi? Assalomu alaykum. Bitta savol bersak maylimi? Qo'g'irchoq teatri haqida bilasizmi? Mana berdi. Bizda har hafta yakshanba kuni bolalar uchun spektakllar bor, rus tilida va o'zbek tilida. Ne qochib ketasiz? Yomon savol emas. Qachon oxirgi marta aylantirishga olib chiqdingiz? Har kuni olib chiqaman. Pashta yakshanba kuni har kuni olib chiqaman. Qayerlarga olib borasiz asosan? Family Parkga olib boraman, Gumni tepasida bor-ku, o'sha yoqqa olib boraman, Cityga olib boraman. Zo'r. Qo'g'irchoq teatri haqida eshitganmisiz? Ha. Mana Sal yaqinlashtiring, kadrni uzoq bo'lib qolyapti. Sam qo'g'irchoq deb yozing. Afishalarimiz bor, shunaqa spektakllarimiz zo'r. Qo'g'irchoq teatrini bilasizmi? Ha, bu qo'lda o'ynatadigan. Buni hammasini qo'ymang, uzun bo'lib ketadi. Kerakli gaplarni qo'ying. Bor, Instagramda Sam Qo'g'irchoq deb yozasiz. Soatlari bor. Men sizga mana shu taklifnomani beraman. Qo'g'irchoq teatri eshitganmisiz? ha, mana bu yoqda eshitganman. Kelganmisiz hech? Lekin yo'q, ichkariga kirmagan. Men sizga hozir taklifnoma beray. Xohlang o'zingiz kela olmasangiz, jiyanlarga bering. Mana bu taklifnoma mana. Shunaqa spokойно odamlar ko'rsam, o'zimni eng dunyodagi ko'p gapiradigan odam deb o'ylayman. Bolalarni olib shu hafta yakshanba kuni olib keling. Aka, yomon narsa emas, qochmang. Buni esimda yo'q. 4 dona taklifnomamiz qoldi. Bu taklifnomani egasini yana topamiz. Shohruh, biz sizni kutamiz. Qo'g'irchoq teatrini qayerdaligini ham aytib qo'yay. Mana ro'parasida o'tiribsiz Qo'g'irchoq teatri.